Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar, Madaniyat va ma'rifat telekanalida agar ko'rsatuvning navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz, dasturlarimiz davomida yurtimizning ijtimoiy siyosiy hayotiga oid bo'lgan turli mavzularda manfaatli suhbatlarni taqdim etishga harakat qilyapmiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda xotin-qizlarga nisbatan raqamli zo'ravonlikka barham berish uchun birlashaylik mavzusida ekspertlarimiz bilan atroflicha muhokama qilamiz. Haqiqatan ham bu mavzuni bezga tanlamadik. Nega deganda, jamiyat tinch bo'lishi uchun, ro'zg'or tinch bo'lishi uchun albatta ayollarning roli juda muhim. Qachonki oilada ayol baxtli bo'lsa, jamiyat baxtli bo'la oladi degan fikrga bugun alohida to'xtalmoqchimiz. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsizlar. Bezga bugun bu mavzuni tanlamadik. Nimaga deganda, so'zimni boshida aytganimdek, qachonki ayol kishi baxtli bo'lsa, oila tinch bo'ladi. Jamiyat tinch bo'ladi va kerak bo'lsa yurtni ravnaqi ham shu bilan bog'liq. Va bugun gender tengligi masalasida alohida e'tibor qaratilyapti, xalqaro tajribalar o'rganilyapti. Maqsad bitta: opamiz, singlimiz, onamiz, jamiyatimizdagi ayollar baxtli bo'lsin, ularning yuzida tabassumni ko'raylik. Bugungi kunda mana shu yerda o'tirgan demak ekspertlarni ayollar masalasi nimalar ko'proq qiynayapti, ularga qanday bir yechimlar bo'lyapti, qilinayotgan amaliy ishlar natijasini bugun bera olyaptimi degan o'rinli savolni o'rtaga tashlamoqchi edim. Marhamat. Siz aytayotgan ayol kishini baxti aslida har bir ayol kishini o'zini qo'lida ekanligini tushunish juda ham muhim. Davlatimiz rahbari tomonidan baxt albatta rivojlanish bilan va ta'lim bilan to'g'ridan to'g'ri bog'liq ekanligini ko'ramiz. Aynan shuning uchun ayol qizlarimizga hatto magistraturada o'qish ham hozirgi kunda tekin sharoiti yaratib berilgan. Bu juda ham kuchli aslida Qur'on, yaxshi ma'noda, chunki ayol kishiga bilim berar ekansiz, ayol kishini rivojlantirar ekansiz, butun oilasini rivojlantirasiz. Butun oilasida ta'limga, rivojlanishga ham umid, ham reja mexanizmni kiritasiz degani. Endi zo'ravonlik va raqamli zo'ravonlik haqida gapirar ekanmiz. Bir chiroyli ibora bor. Zo'ravonlik qayerda bo'ladi? Zo'ravonlik uni yashashiga imkon yaratilgan maydonda bo'ladi. Bu degani hozirgi kunda qizlarimiz, yoshlarimiz, ayollarimiz zo'ravonlikka avvalambor o'zlari sababchi bo'lib qolmasalar va uni to'xtatib bila olsalar, albatta uni kamayishiga sababchi bo'lamiz. Raqamli zo'ravonlik haqida gapirar ekanmiz. Bu yerda ham xuddi shunday. Bu yerda to'g'ridan to'g'ri raqamli olamni savodxonlik darajasi qanchalik to'g'ri, biz o'zimizni qanchalik himoya qila olamiz. Agarda bizga nisbatan, nafaqat ayol kishi, yigitlarimizga ham nisbatan raqamli zo'ravonlik qilinayotgan paytda biz o'zimizni qanday tutishimiz kerak degan savolga javob bera olamizmi? Yoki uyalib, iymanib hech kimga aytmagan paytimizda mana shu zo'ravonlik yanada ko'payishiga sababchi bo'lib qo'yayotganligimizni tushunishimiz qanchalik bor ekanligini bilishimiz kerak. Bermoqchi edim. Bugun jamiyatda baxtli ayolmisiz? Judayam baxtli ayolman. Siz mana shu o'zingizni baxtli bo'lishingizga va juda ham baxtliman deyishingizga qanday omillar bor? Keling, 3 ta muhim omilni sanab bering. Avvalambor ota-onam. Kichkinaligimdan meni bilasiz, volontyorlik olamida yashab, volontyorlik o'zimning hayot tarzimga aylangan va ota-onam kichkinaligimdan volontyorlik nima deydi, ko'nikmalariga mos ravishda meni katta qilganlarim. Chunki bizni kichkinaligimizdan volontyorlik o'zi nima degani? So'zi yangi, lekin meni nazarimda, mana hozir ham gaplashib turdik, O'zbekistonda tug'ilgan har bir inson aslida volontyor. Nimaga? Chet elda bu narsaga o'rgatishadi. Bizda esa tug'ildingmi, qo'ni-qo'shnichilik, yordam berish, sizga kichkina bo'lgan narsani jiyanlarga, yaqinlarga ulashish. Ovqat ko'pmi? Uni albatta kimdir bilan ulashish. To'y hasharmi? Yonda turish. Bularning hammasi volontyorlik. Birinchi rahmatim va baxtim omili mana shunday to'g'ri qadriyatlar orasida katta bo'lgan oilam. Ikkinchisi, turmush o'rtog'im. Bu gap juda muhim. 3 ta kichkina farzandni onasiman, lekin meni nazarimda butun O'zbekiston volontyorlar hamjamiyati bir oila sifatida qaraydigan bo'lsangiz, ukalarim, singillarim juda ham ko'p va bu narsani tushungan, qabul qilgan turmush o'rtog'imga rahmat aytishim kerak. Chunki azaldan shiddat faol qizcha bo'lganman. Hozir ham bu yo'limni davom ettiraman, lekin shu o'rinda o'zbekona qandaydir o'zimizni milliy qadriyatlarimiz bor-da. Uy ro'zg'or, farzandni sog'lig'i, ayol kishi bo'lish oson emas, lekin rejalashtirsangiz hamma narsaga ulgurish mumkin. Bir tarafda oila, qarindosh urug'chilik, rivojlanish, o'qish va
ta'lim sohasidagi o'zingizni shaxsiy yo'lingiz va o'zimni olamim. Ayol kishi qachon juda baxtli bo'ladi? Qachonki juda ko'p ishlar orasida o'zini burchagi bo'lsa, o'zi yaxshi ko'rgan harakati, o'zi yaxshi ko'rgan olami bo'lib, o'zini yaxshi ko'rishni bila olsa, bu yana bir jihati ayrim ayol qizlarimiz o'ziga mehr bermaydi. Hatto onajonlarimiz, onajon qachon oxirgi marta o'zlariga qo'llarini upalab o'zlariga mehr berganlar. Mana shu narsalar ham aslida juda muhim. Va uchinchisi bu jamiyat, do'stlar. Menimcha bu uchinchi meni sirli baxtli bo'lishimga sababchi bo'lgan maydonim atrofimda menga ilhom beruvchi, kuch beruvchi, menga chegarasi yo'q energiya beruvchi atrofimdagi yaxshilikka harakat qiladigan, birlashadigan insonlar. Javobingiz uchun tashakkur. Va bir savol bermoqchiman. Raqamli zo'ravonlik haqida gap ketganda, aynan raqamli zo'ravonlikni qanday turlari bor? O'zi raqamli zo'ravonlik nima? Ijtimoiy tarmoqlar va elektron ko'rinishda mavjud bo'lgan barcha o'sha platformalarda amalga oshirilayotgan kishini jinsidan qat'iy nazar shaxsiga, uni munosabatiga, shaxsiy fikriga nisbatan qilinayotgan noto'g'ri va ruhiy tazyiq o'tkazishdan iborat bo'lgan barcha turdagi zo'ravonliklar kiradi. Endi bu raqamli zo'ravonlikni bugungi kunda ommalashishning asosiy sabablaridan bittasi, bugun bitta O'zbekistonning o'zida 80% aholi to'g'ridan to'g'ri internet tarmog'iga ulangan va telefon orqali yoki boshqa elektron vositalar orqali bundan foydalanadi. Va bizda O'zbekistonning o'zida mana shu aholini har biri o'sha meta formatdagi Facebook, Instagram yoki bo'lmasam Telegram tarmoqlarida doimiy ravishda muloqot amalga oshiradi va bu muloqotlarni amalga oshirayotgan paytda ikki xil asosiy vositadan foydalanadi. Ya'ni birinchi so'z, yozma yoki og'zaki so'z, ikkinchisi esa vizual, rasmlar va videolarni ulashish. Raqamli zo'ravonlikni eng katta qurboniga aylanayotgan ayollarni bu o'rinda keltirilgan sababi buni o'zi birinchi tarmoqlarga bo'linadi. Birinchi navbatda ayollarga qilinayotgan so'z orqali qilinayotgan shilqimlik masalalari misol uchun yoki bo'lmasam ayollarning turli xil fotosuratlarini bugungi kunda rosa ham ommalashgan o'sha sun'iy intellekt AI orqali turli xil ishlashlar, shantajlik bilan ularni qo'rqitish, pul talab qilish yoki bo'lmasam turli toifadagi demak ulardan foydalanishga yo'naltirilgan zo'ravonliklarni kiritishimiz mumkin. Lekin bu o'rinda mana shu respublikada amalga oshirilayotgan bitta juda muhim o'zgarishni aytish kerak bo'ladi. 2019-yildan keyin respublikada o'sha to'g'ridan to'g'ri moddiy zarar yetkazmasdan amalga oshiriladigan zo'ravonlik turlari, masalan yuqorida aytganimizdek, demak psixologik zo'ravonlik, ruhiy tajovuz, mana shu shakllardagi demak xatti-harakatlar uchun alohida jinoiy va ma'muriy javobgarlik tartiblari belgilandi va 2009-yildan keyingi davrda bu narsa birinchi navbatda ham ommalashdi, buni anglab yetish bo'yicha. Ikkinchi navbatda ommalashganligi tufayli ham ularni ko'proq o'rtaga chiqarish, aniqlash va ularga tegishli jazo choralarini ko'rish bizda ancha ham raqamlar statistikasida ham ancha-muncha yuqori chiqqanini ko'rishimiz mumkin. Lekin bunda asosiy aybdor yoki qurbonlar haqida gapirgandan ham ko'ra asosiy sabab sifatida o'sha aholini, ayniqsa ayollar, xotin-qizlar qatlamini nafaqat raqamli savodxonligi, balki huquqiy savodxonligini ham oshirishga qaratilgan o'sha islohotlarni o'rnini alohida ta'kidlab o'tish kerak bo'ladi. Masalan, hozir yuqorida aytdilar, magistratura yo'nalishida ayollarga berilgan bunaqa imkoniyat, ya'ni ularni to'liq davlat hisobidan grant asosida ta'lim olishi, bu ayollar o'rtasida o'sha ta'limni, o'sha oliy ta'limdagi darajasini 50% chiqardi. Ba'zi sohalarda 51% ga ham chiqyapti ayollarning umumiy ulushi va bu narsa yana ham kelgusida yaqin 15 demak yillar ichida huquqiy savodxonlikni oshishi va oxir oqibatda raqamli o'sha ayollarga qarshi qaratilgan jinoyatlarni ham oldini olishga, ularni to'g'ridan to'g'ri jazolash emas, balki ularni amalga oshmasligiga qaratilgan ijobiy siyosat deb aytish mumkin bo'ladi. Rahmat kattakon. Jamiyatimizda ayollarni rolini oshirish, ularga munosib ish o'rinlarini yaratish, munosib sharoit yaratish borasida juda ko'p ishlar amalga oshirildi. Buni sanamoqchi bo'lsak, sanog'i yo'q. Keling, o'zlaringiz misolingizda gaplashsak. Kecha bizni qanday muammolar qiynab turgan edi, bugun ularga qanday bir yechimlar berildi. Shu savollar, ana misollar keltirib beringlar, qanaqa muammolarimiz bor edi, ular bugun bartaraf etilyapti ijobiy masalalar yuzasidan. Marhamat.
yuqorida yaxshi fikr aytildida Sirojjon. Ayollar baxtlimi O'zbekistonda deb. Agar tom ma'noda gapirsak, bugun O'zbekning har bir ayoli qizi baxtli. Nimaga? Bu gapni aytishga bizda asos bor. Yuqorida o'zingiz savol berganda qanaqangi muammolar bor edi, o'sha muammolar yechimi qanaqa bo'lyapti. Endi bir ozgina tarixga murojaat qilsak-da, bugungi kunimizdagi yaratilgan sharoitlarni endi oxirgi 10 yilda 8 yilda davomida agar qiyos oladigan bo'lsak, beqiyos o'zgarishlar bo'ldi. Agar tarixga murojaat qilsak, mana Arabiston yarim orolida johiliya davrida tiriklayin tug'ilgan qiz ko'mildi-ku. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam kelgancha davrda mana shu jarayonlar bo'ldi. Keyin o'sha jarayonlarda jannat onalar oyoq ostida dedi. Qarang, birinchi marta hadisida onalarni ulug'lash bo'ldi. Qizlar tug'ilgan bo'lsa, qizlarni yanada ko'kka ko'tarildi. Masalan, Abdulla Avloniy aytadi-da, Turkiy Guliston yoxud axloq asarida. Siz qaysi onalar haqida gapirasiz deydi. Birinchi onalarni u yerga qo'yapti. Siz keyin aytayapti, siz qaysi otalar haqida gapirasiz deydi-dagin, o'sha jarayonlarda onalarni ulug'layotganligi. Endi qarang, bu davrga xos bo'lgan muammolar edi. Bugungi kunda esa mana shu muammolarni yechish uchun, masalan, aytaylik, oiladan boshlanadigan bo'lsa, mahalladan boshlanadigan bo'lsa, eng quyi tizimi bo'lgan mahalla, prezidentimiz aytgandek, mahalla 7 qilindi. O'sha 7ligida aytaylik, mahalla xotin-qizlar faollik lavozimi joriy qilinganligi va u o'sha lavozimida qo'yilgan funksiyalar, vazifalari hammasi ayollarimizni, qizlarimizni muammolarini hal qilish. Aytaylik, ayollar daftaridan boshlaydigan bo'lsak, masalan, bizni oila va gender ilmiy tadqiqot institutimizda juda ko'p tadqiqot ishlar olib borilayotgan mana shunaqa kitoblar, o'quv uslubi risolalar, qo'llanmalar hammasi joriy qilingan. O'tkazilgan tadqiqotlarda qanchalik tazyiq, zo'ravonlik bo'lganligi to'g'risida. Aytaylik, o'sha ayollar daftarining joriy qilinishi bugungi kunda kambag'allikni qisqartirishni juda katta bir zo'r usuli bo'ldi. Joylarda yurdik, mahallalarda ko'rdik, hattoki o'sha ayollar daftariga tushganlarga ro'yxatga olinganlar o'zlari toifalarda qilib berilgan ishlar. Shu bilan bir qatorda qarang, tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish bo'yicha mana bu ekspertlar ham gapiradi, juda davlatimizning qonunlari qabul qilindi. Shu bilan bir qatorda o'sha tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish bilan bir qatorda gender tengligi, erkak va ayolning tengligi. Aslida erkak ayol teng emas, lekin ijtimoiy huquqiy tomondan tenglik masalasi bo'yicha juda katta me'yor hujjatlar. Mana bu jarayonlarda bugungi kunda ayollarning erkaklar bilan har qanday sohada tengligi, ijtimoiy sohaning hammasida o'g'il bola, erkak kishi o'qiyotgan joyda qizlarimiz ham o'qiyapti. Erkak ishlayotgan joyda ayollarimiz ham ishlayapti. Hech qanday kamsiz degan jihatlar mana bu yerda ko'zga tashlanmaydi. Buning asosi o'sha bizni mustahkamlab qo'yilgan me'yor hujjatlarimiz. Rahmat. Ana o'sha davrlarda Sirojjon juda katta muammo edi. O'sha gender tenglik masalasi o'zi endi bizga kirib kela boshladi. Gender tenglikda biz ko'pincha tushunmasdan gohida holatlarga nima qildik, yo'l qo'ydik. Endi o'sha gender tengligi masalasi qo'yilganligi har bir mahallada, hattoki o'sha mahalla xotin-qizlar faollarini malakasi oshirish jarayonlarida alohida mavzu qilib mana shu narsani kiritganmiz. Endi bu jarayon bo'yicha gapiradigan bo'lsa, juda keng qamrovli fikrlar bor. Rahmat kattaga. Shirin opa, yana sizga shu jarayonni yuzlamoqchi edim. Bilaman, shoshib turibsiz. Mana shu savolimizga javob berganingizdan so'ng sizga ruxsat bermoqchimiz. Bugun O'zbekistondagi juda ko'plab volontyor yoshlarni, xotin-qizlarni birlashtira olgansiz. Bugun volontyorlik harakatida xotin-qizlarni roli, ahamiyati qanday bo'lyapti? Ularni o'sha oiladan, o'qishdan ortib volontyorlik harakatlarida bir faol bo'lishmoqdan bugun. Savolingiz uchun rahmat. O'zi bilasizmi, xabaringiz bor, xalqaro maydonlarda ham faolmiz va O'zbekiston volontyori deganda mehr bilan, g'urur bilan qarashadi bizga. Menimcha bu hamjamiyatimizni faoliyatini natijasi va kimdir bizga O'zbekistonda ayollar o'zi faolmi deganda hech ikkilanmasdan volontyorlik sohasidagi statistikani ko'rsataman, chunki bu statistikada 80% ko'proq ayol qizlar, ya'ni aynan mana shu ijtimoiy soha bo'lganigami yoki mana shu kimnidir og'riqli damiga befarqlik bo'la olmasligi, vaqtini ajrata olganligidadir balki
ayol qizlarimiz judayam faol va bu narsani biz hatto buvijonlarda ham ko'rishimiz mumkin. Misol uchun 28 ilgak degan guruhimiz bor. U yerda faqat ayol kishilar, buvijonlar, onalar, nevaralari bo'sh vaqtlarda yig'ilib muddatdan oldin tug'ilgan chaqaloqchalarga maxsus matodan kiyim to'qishadi va bu narsani tekin tarzda tarqatishadi tug'ruqxonalarga, chunki muddatdan oldin tug'ilgan chaqaloq maxsus konteynerda yashaydi va mana shu mato qon aylanish tizimini faollashtirgani sabab bolajon yanada tezroq o'zini normal deylik holatiga qaytadi. Aytmoqchi bo'lgan narsam, muammolar haqida so'radingiz. Bitta katta muammoga e'tiborni qaratishni lozim bildim. Bu savodxonlik, ya'ni raqamli olamdagi savodxonligimiz ko'rsatkichi. Meni nazarimda bu juda kam, chunki aksariyat aholimiz bazaviy ma'lumotlarga ega, telefonlardan foydalanish va umuman raqamli ma'lumotlar bilan ishlash, lekin aksariyatimiz qiyinroq vazifa tushganda yoshlarni chaqiramiz yoki bilgan o'zimizni savdochilar mana buni o'rgat, mana buni ko'rsat deymiz. Demak, mana shu narsaga yana urg'u bersak kam bo'lmaydi. Zo'ravonlikka uchragan ayollarga nisbatan himoya orderi berish jarayoni amalda qanchalik ishlayapti? Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga asosan ichki ishlar organlarida xizmat qilib kelayotgan xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlar va profilaktika inspektorlari tomonidan tazyiq va zo'ravonlikka uchragan va uchrashi ehtimoli bo'lgan xotin-qizlarga himoya orderlari berilib kelinmoqda. Bunda himoya orderlariga muhtoj bo'lgan ayollarni qayta o'rganish kerak degan savolga birinchisi korxona va tashkilotlardan kelib tushgan xabarlar, ikkinchisi bevosita o'zimiz tomonimizdan aniqlangan zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlar va bevosita tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarning murojaatlari sabab bo'ladi. Rahmat kattakon. Yana shu jarayonda bitta savol tug'ildi. Ba'zi chekka hududlarda shunday aholi yashaydiki, ichki ishlar xodimlariga murojaat qilsa uyat bo'ladi degan joylar ham bordi. Shunaqa holatlarga biz bugun guvoh bo'lib turibmiz, o'zimiz turli o'rganishlarda bo'lganimizda. Mana shunaqa xonadonlardagi ayollar qanday ularni himoya qiladi, qanday himoya qilinishi kerak, bular bo'yicha ham bir alohida ishlar amalga oshirilyaptimi? Hozirgi kunda mahalliy yettiligi bilan hamkorlikda xonadonbay ishlash tizimi yo'lga qo'yilgan. Biz tomonimizdan har bitta xonadonga kirilib, notinch oilalar so'rab surishtiriladi. Mahalla bilan hamkorlik qilinadi hamda shunday tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlar to'g'risida kelib tushgan qo'ni-qo'shnilarning ma'lumotlari yokida uchinchi shaxslarning ma'lumotlari asosida xonadonga kirilib o'rganiladi. Demak, shu tartibda aniqlab olsa bo'ladi. Demak, kimdir qo'ni-qo'shnisi xo'rlanayotgan bo'lsa ayollar orasida, ular ham profilaktika inspektorlariga murojaat qilishlari mumkin. Mutlaqo sir saqlanadi, to'g'rimi bu murojaatlar? Albatta. Tushunarli. Rahmat kattakon. Bugungi kunda qaysi masalalar sizni ko'proq qiynaydi? Qaysi masalalar yechimini topayotgani xursand qiladi sizni? Keling shu bo'yicha shu savol bilan sizga murojaat qilmoqchimiz. Ayollar daftari 6 toifaga bo'lingan. Birinchi ishsizlar. Bu nima? Ishsiz ayol kishi ishlasa bu juda ham yaxshi oilaga nima deydi? Qo'shimcha daromad bo'ladi. Ikkinchidan oila tinch bo'ladi. Oila tinch bo'ladi. Hali yuqorida aytganlaridek ayol baxtli bo'lsa, jamiyat tinch, oila tinch. Eng asosiysi oila tinch. Endi hozir mana yuqorida aytganlaridek zo'ravonlikka uchraganlarni qanday aniqlaysizlar deyilgan savolga javob bermoqchiman. Ayollar bilan ishlash bu oson emas. Albatta. Har bir xonadonda notinch, ayniqsa notinch xonadonlarni ro'yxatga olinadi. O'shalar bilan ishlanadi. Ular bilan profilaktik suhbat olib boriladi. Kamchiliklari bo'lsa yo'lga qo'yiladi. O'qimoqchi bo'lsa mana tekin o'qishlar, kasbga o'rgatish, turli tumanda bandlik orqali uni o'qishga jo'natib kasbga ega qildiriladi.
olti toifaga bo'lingan bu ayollar daftarining judayam bu hozir yaxshi anaqa bo'ldi bu yerda. Chunki tadbirkorlik rivojlantirishi, keyin 3-toifada masalan qiynalgan oilalar, ayollar, ajrashgan yoki beva ayollar, hozir ko'payib ketayotgan nima deydi, yolg'iz onalarimiz, o'shalarga berilayotgan bir martalik bo'lsa ham yordamlar. 4-da nogironliklar, nogiron bo'lgan ayollarimiz, ularga berilayotgan hamma yordamlar. 5-si uy joy masalasi, uysiz yurganlar ham ancha ko'p. 6-si demak farzandi nogiron bo'lganlar, bularga moddiy yordam beriladi. Moddiy yordam berilgandan tashqari yana biz fondlarga murojaat qilamiz. Operatsiyalari bormi? O'shalarga fondlar orqali tushirtirib ham qilib kelganmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bir maqola o'qib qoldim. U maqolaning nomi Anjelani chaqiring degan. Aynan Fransiya saytida. Fransiyada Anjelani chaqiring degan meni e'tiborimni tortdi. Bu maqola nega Anjelani chaqiring? Aynan ayol qizlarimiz zo'ravonlikka uchrayotganda supermarketlarga, do'konlarga kirganida o'sha sotuvchiga aytar ekan, Anjelani chaqiring desa, u ichki ishlar xodimlariga telefon qilib zo'ravonlikka uchrayotganini bildirish uchun Anjelani chaqiring der ekanda. Aynan bizning O'zbekistonda ham mana shunday loyihalar bormi yoki kelgusida rejalashtirilmoqdami? Mana shu Anjelani chaqiring o'sha loyihani o'zini Toshkentdagi o'sha Bloom kosmetik mahsulotlar savdosi bilan shug'ullanadigan o'sha do'konlar tarmog'i amalga oshirganini men bilaman o'tgan yil, chunki har bitta Bloom tarmog'i o'sha do'konlar tarmog'iga registratsiyadan o'tgan doimiy xaridorlarga SMS yuborgan, jumladan o'zimga ham shu SMS kelgan. Agar sizni kimdir ta'qib qilayotganini sezsangiz, ko'chada yoki xavf kimdir shilqimlik qilayotganini sezsangiz, og'zaki yoki jismoniy jihatdan bo'lishidan qat'iy nazar do'konimizga kiring va shu kalit so'zni ayting. Faqat aynan Anjelani chaqiringmi yo'qmi, ism esimda yo'q. Mana shu opani chaqiring desangiz, biz sizning holingizdan xabar olamiz va bizda alohida xavfsizlik burchagi bor. Kofe yoki choy ichib, o'zingizga kelib olishingiz va o'sha yordam kelishini kutib turishingiz mumkin degan shu loyihani amalga oshirishgan. Moganda O'zbekiston raqamli tarmoqlar bo'yicha siyosatini ancha ilgarilaganini bemalol aytishimiz mumkin. Masalan, doimiy kunda 24 soat bo'lsa, kamida 20 soat internetdamiz. Ayniqsa masalan o'zim universitet o'qituvchi sifatida yaxshi bilaman, talabalarim doimiy ravishda, hattoki seminar paytida ham telefonga qarab turib javob berishga harakat qilishadi. Oqibatda bu narsadan uzib olib bo'lmaydi. Eng yaxshi yo'li bu ularni o'sha raqamli tarmoqlardan foydalanishga o'rgatish. O'sha bizni qizlarimizda ham mana shu Anjelani chaqirishga bo'lgan ehtiyojni borligini o'zi ham o'sha mamlakatda siyosiy savodxonlikka bo'lgan ehtiyoj borligini ko'rsatadi. Vaholanki yuqorida ham aytib o'tdim, 2019-yilda o'sha qabul qilingan qonun ayollarga qarshi zo'ravonlik va tajovuzni oldini olishga qaratilgan qonun qabul qilingan edi. Bu qonun asosida men statistikani juda ko'p o'qib chiqdim. Har yili o'rtacha 40 mingga yaqin o'sha himoya orderlarini berganligi. Oxirgi yillarda himoya orderlari 30 kundan 1 yilgacha uzaytirilganligi. Hozirgi kunda ayollarimiz jamiyatda baxtli bo'lishlari uchun jamiyat hamma sharoitni yaratib berib qo'yganmi? Keling, bitta savol bilan sizga murojaat qilmoqchiman. Bugun jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lgan va o'z ishiga ega bo'lgan baxtli ayollardan birisiz. Jamiyatda siz qanday bir elementlar ba'zida yetishmagandek tuyuladi? Qaysi birlari esa sizni baxtli qila oldi bugungi kunda? Biz ayollarimizni, qizlarimizni oiladan, bog'chadan, maktabdan aynan ularni ma'naviy yetuk qilib tarbiyalasakkina o'sha zo'ravonlik jarayoniga uchramaydigan xotin qizlarni tarbiyalab bera olamiz. Mana hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p kuzatyapmiz, ayollarni o'z joniga suiqasd qilishi, farzandlarini joniga suiqasd qilishi. Ma'naviy kamol topgan ayol hech qachon farzandiga suiqasd qilmaydi. Farzandini tarbiyalab, yanada o'zidan-da kuchli qilib yetkazish uchun jonini fido qiladi. Chunki bizni ajdodlarimiz shunday ayollar bo'lgan. To'maris masalan misol olishimiz mumkin.
mana olib qaraydigan bo'lsangiz, haqiqatdan ma'naviy yetuk ayol farzandini oyoqqa turg'izish uchun bilimni ham oladi, farzandiga ta'lim ham beradi, jamiyatga yetuk mutaxassis ham bo'lib yetishadi. Buning uchun jamiyatimizda hozir barcha sharoit bor. Demak, muammo nimada? Muammoni o'zimizdan izlashimiz kerak. O'stiradigan farzandimizni shu darajada yetuk qilib o'stira olayapmizmi? Haqiqatdan zo'ravonlik turlariga e'tibor bersak, jismoniy, moddiy, ijtimoiy, dunyo bo'yicha aynan xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik ijtimoiy muammo sifatida yetakchi o'rinda turibdi. Buni biz faqat kasalni oldini olishdan ko'ra uni davolashga harakat qilyapmiz. Oldini olishimiz kerak. Haqiqatda bog'chadan boshlaylik, maktabdan boshlaylik, ta'lim muassasalaridan boshlaylik, tushuntiraylik. Ijtimoiy yetishmovchilik ko'pincha ayollar moddiyatga bog'laydi. Buni eplolmayapman, qilolmayapman. Moddiy rag'bat berishimiz mumkin bir martalik. Lekin uni hunarga o'rgatsak, unga bilim bersak, uni o'zi kimgadir moddiy rag'bat bera oladigan bo'ladi-ku. Yolg'iz ona bo'ladimi, turmushidan ajrashgan ayol bo'ladimi? Ma'naviy sog'lom ayolni yetishtirib berishimiz kerak. Ayoldan dushman izlamang deydi. Ayolni jangga kirgizmang deydi. Eng kuchli jangchi ham ayol bo'ladi. Eng katta dushman ham ayol bo'ladi. Eng katta do'stingiz ham ayol bo'ladi. Biz oilada masalan ajrimlarga qarshiman juda. Chunki yolg'iz bo'lib farzand tarbiyalash qiyinchiligi bu juda qiyin. Uni eplash ham qiyin. Farzandga otani tarbiyasi ham, onani tarbiyasi ham o'ziga yarasha kerak. Ikkalasi ham. Bu eng katta muammo. Biz oilada ayolni zo'ravonlikka uchradi deb uni ajratib olgandan ko'ra, o'sha vaziyatni sog'lomlashtirishga harakat qilishimiz kerak. Sog'lom bo'lsa, farzand ham chiroyli tarbiya oladi. Masalan, hozir jamiyatimizga e'tibor bering, yolg'iz ayollar soni juda ko'payib ketgan. Farzandni kim tarbiyalayapti? Ayol tarbiyalayapti. Erkakni kim tarbiyalayapti? Ayol tarbiyalayapti. Unga otani tarbiyasi degan joyi bo'sh qolyapti. Demak, farzand psixologiyasida xohlaysizmi, xohlamaysizmi onaga moyillik, ayolga moyillik va uning xarakteridagi holatlarda o'z-o'zidan buzilish sodir bo'ladi. Keyin biz ota-bobolarimiz shunday bo'lganki, dadalarimiz bitta gapirishgan. Onamiz unga quloq solgan, janjal, urush, tortishuv bo'lmagan. O'z-o'zidan ayol tarbiyalagan farzandda sal ayol ko'nikmasiga moyillik bo'ladi. So'zlarda tortishuv, boshqa holatlar. Ana shuning uchun ham bizga sog'lom oila, butun oila, jamiyatni qutqaradigan oila kerak. Rahmat kattakon javobingiz uchun. Yana bir muhim savolim bor edi. Bugungi kunda xotin-qizlarga raqamli zo'ravonlik masalasi nimaga asosiy o'ringa chiqib bormoqda? Bu bo'yicha qanday muammolarimiz bor edi va bu muammolarni bartaraf etish lozim? Yuqorida yaxshi fikrlar aytilyapti. Ayol qizimiz oiladan boshlab ilmli bo'lsin-da. Hamma narsani dunyo qarashimiz belgilaydi. Ana endi yuqorida aytilganday muammolar qachonki paydo bo'ladi, ilmsizligimiz natijasida paydo bo'ladi. Uni yechimini topolmaganligimiz uchun paydo bo'ladi. Shuning uchun mana aytganday, oilada eng asosiysi otani o'rni ko'proqmi, onani o'rni ko'proqmi degan savol doim hammamizni qiynaydi. Bu yerda hamma har xil fikrlar bera boshlaymiz-da. Demak, ikkalasining ham o'rni bor. Tarbiya birlamchimi, ta'lim birlamchimi degandek, eng asosiysi qarang bu yerda. Tarbiya birlamchi va oilada onaning o'rni zo'r. Nimaga men baralla gapiryapman? Nimaga baralla gapiryapman? Va shu savolimga javob berishga harakat qilaman. Qarang, onaning vujudiga o'sha dastlabki holatda homila 9 oy davomida onaning vujudida katta bo'lyaptimi? Onaning butun ruhini olyapti u o'sha homila. Agar onamiz o'sha o'zi bilimli bo'lmasa, bola haqidagi tarbiyaga bilmagan bo'lsa, bolaga nimani o'rgatsin? Eng asosiy masalan hozir juda ko'p joyda ma'ruza o'qiganimizda men aytaman, savol beraman xotin-qizlar faollariga, opa, ma'ruza malaka oshirish jarayonida. Xo'p, kim bugun kelini homiladorlik paytida bolasiga alla aytib berdi desa, hamma bunday qaraydi. Mumkinmikan deydi. Albatta,
bugungi kunda ayrim qaynonalarimiz, qo'shnilar ichida qaynonalarimiz kelini narigi uyga kirib bitta kitob o'qib o'zi bilan o'zi gaplashsa, u qaynonada noto'g'ri fikr paydo bo'la boshlaydi. Vaholanki o'sha qizimiz oliy dargohda o'qib, farzand tarbiyasi haqidagi bilimlarga ega va bolasiga o'sha narsani, ya'ni homila davridagi holatni ruhida singdiryapti. Shu davrdan boshlab tug'ilgan bola yuqorida aytgandek, ya'ni qiz bo'ladigan bo'lsa, qizimiz ulg'ayganda onasidan har bir narsani oladi va ilmli bo'ladi. Va keyingi jarayonlarda bo'ladigan bo'lsa, u oilaga sirojidan tayyor bo'lib bora boshlaydi. Va ta'bir joiz bo'lsa, endi tanganing ikkinchi tomoni ham bor-da, hozir mana shuni ozgina gapirishga ruxsat berasizlar. Tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Faqatgina tazyiq va zo'ravonlik deganda erkak tomonga hamma nimani tamal toshini nimani otavermaslik kerak bo'ladi-da. Qachon tazyiq zo'ravonlikka uchrab qolyapti o'sha ayolimiz? Ilmsizlik uchun, farzand tarbiyasidagi yaxshi tushuncha bo'lmaganligi uchun. Agar ilmli zo'r qizimiz bo'ladigan bo'lsa, turmushga chiqsa, kerak bo'lsa, hamma narsani muhayyo qilib o'zining vazifasi, to'g'ri, vazifasi bor. Lekin uni o'zining huquqi bor. Lekin o'zining vazifalarini qanday bajarish kerakligi to'g'risida tushunchasi zo'r bo'ladigan bo'lsa, har qanday erkak ham tasonno qilib qo'lini ko'ksiga qo'yadi. Buning uchun mana onaxonlar, opaxonlar o'tiribdi. Bu kishilar oilasini gullatib qo'yganligi uchun mana bu yerda hozir baralla gapiryapti. Qachonki inson bilimli bo'lsa, o'sha boyagida tazyiq zo'ravonlik jarayonlariga yo'l qo'ymaydi va xo'jayini bo'ladigan bo'lsa, uni nima qiladi, hurmatini joyiga qo'ya boshlaydi. Bugungi kunda mana yaqindagan bilasizlar, IT parklar ochilayotganligi, sun'iy intellekti zo'r yo'lga qo'yilayotganligi, qizlarimizni maktabdan, bog'chadan boshlab shu narsani o'rganayotganligi, eng asosiysi oilada ota-onani o'zi o'rgangan bo'lish kerak-da. Bizda ayniqsa oila va gender ilmiy tadqiqot institutimiz mana shu jarayonlar, ajrim bo'ladimi, tazyiq zo'ravonlik bo'ladimi, gender tengligi masalalari bo'ladimi, hammasini ichilab tadqiqotlar o'tkazyapti. Endi shu yerda yana bir to'xtalmoqchiman. Gender tengligi masalasi bo'yicha juda ko'p me'yor hujjatlar bor. Nima uchun biz gender tengligi bo'yicha qonun qabul qilishga majbur bo'ldik, opalar? Hammamiz o'ylab ko'radigan bo'lsak, bu jarayonda buning asosi bor. Ya'ni ayollarimiz bugungi kunda erkaklar bilan teng huquqligi. Endi qarang, gender tengligini ayrim qo'shniroq ichidagi ayollarimiz noto'g'ri tushunib qolyapti. Bizni gender tengligida sharqona gender tengligi bilan g'arbona gender tengligi masalasini ajrata olishimiz kerak. Biz qadriyatlarimiz boshqacha. Bizni o'zimizga yarasha urf-odatimiz bor, oilaviy qadriyatlarimiz bor, milliy qadriyatlarimiz bor. O'sha milliy qadriyatlarimizni ertaga mana shu raqamli nimada davrida telefondan ko'rib olib, gender tengligi masalasi deganda Yevropadan ommaviy madaniyat orqali kirib kelayotgan gender tengligiga o'zini hech qachon taqqoslamasin. Eng asosiysi, biz doimo bizni qadriyatlarimizda har qanday sharoitda ona, ayol, davlat ishida rahbar, uyga kelsa ona, tarbiyachi, o'sha xo'jayiniga sodiq ayol. Shuning uchun bu tomonlariga sodiqligini yanada bir his qilsa, foydadan xoli bo'lmaydi. Men bu bilan erkaklarni juda yuqori ko'tarib yormoqchi emasman. Qars ikki qo'ldan chiqadi deganlardek, ikki tomonni pasangisi tarozisini bir xil ushlansa, u yerda oilada hech qachon janjal bo'lmaydi. Baxt bo'ladi u yerda. Va u yerda tarbiyalanayotgan qizimiz ham tazyiq zo'ravonlikni ko'rmasa, u eng asosiysi ruhi sinmaydi. Eng muhimi shu, qo'rqmasdan yashaydi. Ertaga bir joyga tushsa ham o'zi nima qiladi? O'sha jarayonni o'sha oilada qo'llashga harakat qiladi. Savolingizga yana javob. Raqamli madaniyatni to'g'ri shakllantirsakkina bu holatni oldini olishimiz mumkin. Ta'ziq deb qo'rqitish kerak emas. O'shandan qanday chiqish yo'lini tushuntirish kerak. Masalan, xohlaymizmi, xohlamaymizmi, hozir har kun hammamiz ijtimoiy tarmoqlarda o'tiramiz. Kimlar bilandir suhbatlashamiz, kimdir yozadi. Bizda farzandlarga shunday tarbiya beramizki, qizga ham, o'g'ilga ham noto'g'ri ish qilma, buni jazosi bor. Adashib ham qizingizga biror kim SMS xabar yozadigan bo'lsa, albatta biz jazolashga o'tamiz. O'sha adashib keldimi, noto'g'ri keldimi, nima sababdan keldi? Qachonki farzandga shuni to'g'ri talqin qilib tushuntirib bera olsak, u kelib sizga ko'rsatsa, mana shunday bo'ldi, nima qilay deb ayta olsagina buni oldini olish mumkin. Qo'rqitish bilan yoki bu ta'ziq deb tushuntirish bilan emas, balkim
raqamli madaniyatni to'g'ri talqin qilish bilan oldini oladi. Rahmat kattakon. Qo'shimcha qilmoqchimanda qarang, biz erkaklarda shunaqa stereotip bor. Buni to'g'ri tan olishimiz kerak. Bu Biz fitratimizda bo'lishi mumkin. o'sha jarayonda qarang, qizimizmi, o'g'limizmi ozgina inson borki xatoga yo'l qo'yadi. Albatta. O'sha xatosini siz aytgan gapingizga bir ilova qilmoqchiman-da. O'sha xatosini to'g'ri tushuntirib, birdan tazyiq emas, birdan jazo emas, uni dastlab holatda to'g'ri tushuntira olsak, keyingi jarayonlarda xato qilgan o'g'limiz ham, qizimiz ham bizga bemalol dardini ocha oladi. Biz nima qilyapmiz? Tazyiq ozgina xato qo'yilib qo'yilsa, tazyiq boshqa shu jarayonlarda yopilgan qopqoq yopilib qolaveryapti. Muammo. Mashhur Yana- pedagogni bir fikri esimga tushdida, xonada o'tirsam, o'g'lim ayolimga shu qadar ovozini ko'tarib baqiryaptiki, ayolim ko'zidan yosh chiqib ketdi, xonadan chiqa olmay qoldim deyapti. O'zim pedagogman, agar chiqib gapirsam, o'g'limni haqorat qilishim, ayolimni oldida uni hurmatini tushirishim kerak edi. 2 kun o'yladim. O'g'lim bilan qanday suhbatlashishni bilmadim. 3-kuni o'g'limni yurgin, bog' sayr qilib kelaylik deb aytdim. Bog' sayriga ketyapmiz, o'g'lim indamayapti, biladi hozir meni urishishimni. Shunda men aytdim. O'g'lim bilasanmi, 23 yoshimda bir qizni sevib qoldim. U qizga butun umr seni himoya qilishga tayyorman. Menga turmushga chiq deb taklif etdim. Qiz rozi bo'ldi. U qizni 23 yil davomida himoya qilib keldim. Lekin 2 kun oldin o'z o'g'limdan himoya qila olmadim. Shunda otasi bilan ketadigan o'g'il bexosdan to'xtab, ota, xatoyimni tushundim. Boshqa bunday ish qilmayman deb javob berdi. Pedagogikada shunday narsaki, qancha qo'lingiz qarsak bilan urilsa, yuz shunchalik qotadi. Demak, 23 yillik himoya bir kunda parchalanadi. Farzand shuni to'g'ri tushunib yetsagina, o'sha zo'ravonlikka ham yo'l qo'ymaydi va bu holatni bo'lishini oldini oladi. Yana bir jihat borki, mutaxassislarning fikriga ko'ra, otalar tarbiya bermaydi. Otalar namuna bo'ladi. To'g'rimi shu fikrim? Haqiqatan ham agar ota uyda tayanch bo'lsa, uyda suyanch bo'lsa, u yerda voyaga yetayotgan qiz erkaklarga nafrat bilan emas, erkaklarga muhabbat bilan. Ota tarbiyasini ko'rmagan yigit ham ota qanday bo'lishini bilmaydi. Albatta, shuning uchun namuna bu joyda juda muhim. Yana bir savol bilan sizga murojaat qilmoqchiman. Jamiyatni bir yosh qizisiz, rivojlanish yo'lida harakat qilyapsiz. Oilani bir tekisda olib borish bu jarayonda muhim. Ishni, karyerani bir tekisda olib borish muhim. Jamiyat sizni qanday qo'llab-quvvatlayotganini his qilib turasiz bugungi kunda? Bugungi kunda sir emas, jamiyatimizda ayollarga bo'lgan e'tibor yildan yilga o'sib rivojlanib boryapti. O'zim misolimda aytishim mumkin. Ish jarayonida yuqorida aytganingizdek, oilani ham birdan olib borish juda ham qiyin, albatta. O'ziga yarasha mas'uliyatlari bor, lekin agar sizda oila a'zolaringiz yoki bo'lmasa turmush o'rtog'ingiz sizni qo'llab-quvvatlaydigan bo'lsa, ayol kishi albatta o'z orzu maqsadlariga erishishi mumkin. Va shu o'rinda men ham masalan siyosiy xalqaro munosabatlar sohasida faoliyat olib borsam-da, oilam menga doim qo'llab-quvvatlab, yo'l yo'riq ko'rsatib, kerak paytda yonimda turishgan va albatta har bir ayol uchun bu narsa juda ham katta ahamiyat kasb etadi deb o'ylayman. Zo'ravonlikka barham berish borasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda va ularning natijalari quvonarlimi? Boya ta'kidlab o'tganimdek, tazyiq va zo'ravonlikka uchrab kelayotgan xotin-qizlarga himoya ordenlari rasmiylashtirib berilyapti. Ushbu himoya ordenlari 4 ta turdagi tazyiqqa uchragan xotin-qizlarga beriladi. Birinchisi ruhiy zo'ravonlik, ikkinchisi jismoniy, uchinchisi moddiy hamda 4-inchisi jinsiy. Ushbu himoya ordenlari 1 oy muddatga beriladi hamda 1 oy ichida tazyiq o'tkazuvchi tomonidan, ya'ni zo'ravon tomonidan himoya ordenlarida keltirib o'tilgan cheklovlar buzilgan taqdirda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 206.1 moddasi bo'yicha ma'muriy javobgarlik masalasi ko'riladi. Shuningdek, qo'shimcha qilib aytishim mumkin, tazyiq o'tkazuvchi
bilan alohida ishlash ishlari amalga oshirilmoqda. Mahalliy yettalik bilan hamkorlikda ushbu zo'ravonga nisbatan tuzatish dasturlari amalga oshirilib kelinyapti. Ya'ni ijtimoiy xodim bor mahallada, xotin-qizlar faoli bor. Ular birgalikda bevosita mahallada yashab turgan o'sha zo'ravonni uyga kirib, yashash sharoiti bilan o'rganmoqda hamda biz bilan hamkorlikda nima sababdan mana shu zo'ravonlik sodir etib kelinyapti? Moddiy tomondan qiyinchilikmi yoki-da boshqa bir sabablarmi? Uni bartaraf etish choralari amalga oshirilmoqda. Bizni umuman biz erkaklarda o'sha yuqorida gapirilgandek bir go'yoki qonimizga singib qolgandekda. Masalan, o'zimiz yoshligimiz davrimizda ham bo'lgan gap gashtaklarda o'tirsa, "Sen xotiningdan qo'rqasan" degan gaplar chiqardi. Buni bir paytlarda opa. Endi o'sha paytlarda shu gaplarni eshitsak o'zimiz ham g'ururlanganmiz. Xotindan qo'rqmaslik erkak uchun eng oliy himmat daraja deb tushunganmizda va shu ayolidan qo'rqmasligini isbotlash uchun ayolini borib urib tepkilab shifoxonaga yotqizib qo'yganlarni ham men o'zim guvohi bo'lganman. Demak, biz erkaklarda mana shunaqa stereotip bor. Buni endi bugungi kunda ayollarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish, gender tenglik masalalari-yu, buni hamma erkaklarga yetib boryaptimi degan bitta tushuncha bor. Savol tug'iladi. Lekin hammaga yetib borgani yo'q. Va ijtimoiy tarmoqlarda berilayotgan qisqagina ma'lumotlar ham ularga hamin qadar yetib boryapti, uning bari amaliyoti yo'q. Biz bu yerda nima qilishimiz kerak? Biz har qanday sharoitda bu ayollar, biri singlimiz, biri qizimiz, biri ammamiz, biri onamiz degandek, bular ayol. Endi qisqa aytganda erkaklarga qaraganda jismoniy ojizdayin. Shuning uchun bu jarayonda men o'ylaymanki, har bir mana bu eshitib, ko'rib turgan erkak endi ayoliga yuborilayotgan o'sha g'araz qo'llarini endi tortsa va gapirilayotgan haqoratli so'zlarini tillarida ozgina cheklab qo'ysa, nur ustiga alo nur bo'ladi. Ya'ni sharqona qadriyat, milliy qadriyat haqida gapirilganda, albatta tadqiqotimiz doirasida biz aynan islom dinida, aynan bizning milliy qadriyatlarimiz, muqaddas dinimiz islom ustiga qurilganligi, aynan bu dinimizda ham bevosita aynan yuqorida biz tahlil qilayotgan masalaga juda ham atroflicha xulosa berilgan, so'z yuritilgan. Ayniqsa bu borada o'sha ayollarga xos bo'lgan o'sha islom diniy muqaddas kitobi Qur'oni Karimning 309 ta oyatida bevosita shu masalaga to'xtalgan. Bulardan o'sha 161 tasi aynan Makka da nozil bo'lgan oyatlarda, 148 tasi Madinada nozil bo'lgan oyatlarni keltirishimiz mumkin. Shuning o'zi ham, ya'ni bizni o'sha hozirgacha qadrlab kelayotgan milliy qadriyatlarimiz bevosita islom dini bilan bog'lanadigan bo'lsa, dinimizda ham o'sha ayollar va erkaklarni, ularning huquqlari borasidagi masalalar yetarlicha berilgan. Bu borada masalan o'sha payg'ambarimizdan keyin hadislarni o'zini oladigan bo'lsak ham, ya'ni eng so'nggi xutbalarda ham bevosita sizlarning ichida eng yaxshilaringiz o'z ahli ayolingizga yaxshi munosabatda bo'lganingizda bejizga aytib o'tmaganlar va o'zlarini bu yerda namuna qilib ko'rsatganlar. Ya'ni bevosita o'sha yoki o'sha bevosita oyatlarda kelgan o'zingizga ahli ayolingizga yaxshi munosabatda bo'ling mazmunidagi oyatlarni o'zi ham bevosita jamiyatda ayollarning huquqlari borasida, jamiyatda erkaklarning huquqi borasida o'ziga xos tenglikni ko'rasiz. Bu xuddiki tarozini pallasini tenglikka o'xshatishadi, lekin bu aynan islomda nazarda tutilgan tenglik bu endi muvozana. Ya'ni ayollarning o'sha fiziologik xususiyatidan, ularning ijtimoiy rollardan kelib chiqadigan o'ziga xos tenglik va erkaklarning o'sha ijtimoiy fiziologik xususiyatlaridan kelib chiqadigan tenglik. Oilada ham xuddi shunaqa, ya'ni murosai madora. Masalan, onani o'zini vazifasi bor oilada, rafiqani o'zini huquqlari bor va bugungi kunda biz o'zimizni o'sha voyaga yetkazayotgan farzandlarimizga bevosita huquqlarni tanityapmiz. Lekin ana shu yerda majburiyatlarni ham nazarda tutishimiz kerak-da. Chunki ertaga voyaga yetayotgan farzand faqat huquqini tanibgina jamiyatda o'ringa ega bo'lmaydi. Bu borada islomda ham ta'kidlangan, ya'ni o'sha 3 ta toifaga bo'linganda, ya'ni oilada er-xotin mushtarak o'sha huquqlari, erni masalan ayol oldidagi huquqlari, otani farzand oldidagi huquqlari va ikkinchisi ayolni o'sha turmush o'rtog'i, ya'ni erini oldidagi huquqlari.
yoki farzandini oldidagi onalik vazifalari nazarda tutilgan. Va bularga juda ham chiroyli bir namunalar keltirilgan. O'sha Qur'oni Karim muqaddas kitobimizda ham, hadislarda ham juda ham chiroyli bir xulosalar berilgan. Nazarimda bugungi ba'zi bir shunaqa tendensiya bor, ya'ni dinimizda xuddiki ayollar bir nima desam ekan, ikkinchi toifa vakili qilib ko'rsatiladi. Aslida esa dinimiz o'zi, mana yuqorida mutaxassisimiz ham aytib o'tdi, o'sha johiliya arablar davridan keyin islom dinini paydo bo'lishi va rivojlanishi, hozirga qadar o'sha rivojlanib kelishida ayollar bir pog'ona ko'tarilgan. Qiz farzand sifatida ham, demak o'sha oilada jamiyat ayol sifatida ham, ona sifatida ham bu borada o'sha hadisimiz, ya'ni 3 marta onangga degan o'sha eng mashhur bo'lgan hadislar oladigan bo'lsak ham, bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Va yana bitta shu yerda misol keltiraman, o'sha Hakim ibn Muaviya roziyallohu anhu payg'ambarimizdan kelib so'raganlar, biz qanday qilib o'zimizni haqlarimizni ado etamiz deganda, o'sha ularki o'zingizni yeganingizdan yedirib, kiyganingizdan kiydirib, ya'ni o'zingizni oldingizda qanchalik haqqingiz bo'lsa, o'zingiz rafiqangizga ham shundan haqni bajar. Va bundan kelib chiqadiki, ya'ni ba'zi bir ayollarimiz bugun toqatsizlik qilishadi, ya'ni o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi turli xil nimalarga ergashishadi-da, o'sha ijtimoiy o'zini holatidan yuqoriroq bo'lgan narsani xohlab qolishadi. Bu narsada ham demak oilada qadriyat shakllanishi kerak, sabr, toqat, shukr tushunchalari o'rgatilishi kerak-da. Faqatgina sizni ayollik huquqlaringiz emas, sizni majburiyatlaringiz bor, mana bu jihatlari bor qadriyatimizda degan masalalar ko'tarilsa, o'ylaymanki bu raqamli demak munosabatlarda ham, ijtimoiy munosabatlarda ham o'zini bir chiroyli o'rnini, mohiyatini topadi. Rahmat kattakon. Rahmat. Yuqorida gaplarga anaqa bor edi, tarixiy jihatdan asos, masalan bizda xotin deyiladi. Faqat eslab qolishki, 7-asrgacha bo'lgan payt, islom kirib kelguncha paytda Markaziy Osiyo davlatlarida Toxaristonda xivatun degan lavozim bor. Bu vazir degani. Bu o'sha xivatunni bugungi kunda o'zgargani, xotinga aylangan bu faqat. Chunki islomgacha bo'lgan o'sha markaziy mamlakatlarda ayollarni yuqori lavozimlarda ko'rish bu odatiy hol bo'lgan birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda bizda o'sha oila institutini antropologik jihatdan tadqiqotlar shu narsani ko'rsatadi. Oila institutida o'sha erkak ustun, ayol quyida yoki dominant, submissiv va hokazo degan iboralarni ishlatishadi. Vaholanki bu narsa noto'g'ri. Bu oilaga nisbatan nosog'lom qarash. Bu yerda yuqori, ustun, past, baland degan narsa bo'lishi kerak emas. Keyin gender tengligini men 7 yildan men o'rganayotgan bo'lsam, turli xil kontekstlarda, Koreya, Yevropa, Amerika misollarida shuni aytishim kerak. Gender tengligi degan iborani o'zi asli noto'g'ri ibora birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda gender tengligi degan nimani tushunishimiz kerak. Jins yoki yoshdan qat'iy nazar berilayotgan huquq va imkoniyatlar tengligi. Va bu narsaga O'zbekistonda qonuniy jihatdan to'liq erishib bo'lingan. Buni o'sha xalqaro ekspertlardan biri 2020-yilda Daniel Garcia adashimsam familiyasi, bu BMTni maxsus vakili O'zbekistonda gender tengligi asosida amalga oshirayotgan ishlarni tadqiq qiladi va O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon qo'lga kiritgan kam sonli ijobiy xulosalardan birini beradi va bu xulosalarni har birida o'sha ayollarga berilayotgan imkoniyatlar, ularni himoya qilish, qo'llab-quvvatlash, yuqorida aytdik, kasb yo'naltirish bo'yicha, ish bilan ta'minlash bo'yicha va hokazo bo'yicha qilingan ishlar bo'yicha yaxshi o'sha o'zini xulosasini bergan-u, lekin xalqaro ekspertlarning bir qatorida e'lon qilingan maqolalarda o'ziga xos alohida bir taraflama stereotip, ikkinchi taraflama reallikka to'g'ridan-to'g'ri mos keladigan o'zbekchilik. Bunga oilalar alohida e'tibor qaratish kerak. Yana bir masalaga e'tibor qaratmoqchi edik. Hozir Farangiz, siz aytingizki, xalqaro munosabatlar bo'yicha ishlayman deb. Xalqaro munosabatlarda bugungi kunda ayollarning o'rni, ularning pozitsiyalari qanday bo'lmoqda? Jamiyatdagi ayollar xalqaro munosabatlarda ishtirok eta olyaptimi? Savolingiz uchun rahmat. O'zi ayollarni himoya qilish, ularning xavfsizligi bu nafaqat biror bir davlat yoki jamiyat, butun insoniyat hamjamiyatining asosiy men burchi deb bilaman. Chunki xalqaro munosabatlarga nazar soladigan bo'lsak, o'sha dunyo tan olgan xalqaro tashkilotlar doirasida o'sha bizning O'zbekistonda Shanxay hamkorlik tashkiloti, xalq diplomatiyasi markazi ham ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi yoki gender masalalari bo'yicha alohida
borada tizimli ishlar amalga oshirib borilmoqda va buning natijasida o'sha biz kuzatyapmizki, xalqaro munosabatlarga ayollar orasidagi bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Ya'ni misol tariqasida aytishim mumkin, Shanxay hamkorlik tashkiloti ayollar forumi, bu xalqaro darajada o'tadigan bu kabi forumlar dunyodagi barcha ayollarni bir nuqtaga birlashtirib, jamiyatda bo'ladigan muammolarga o'z munosabatini bildirishi, ularni nafaqat siyosiy yoki ijtimoiy sohada, balki iqtisodiy jihatdan ham o'zini moliyaviy mustaqillikka erishishi uchun imkoniyat yaratib bermoqda. Bu kabi platforma vazifasini bajaryapti desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Bundan tashqari SHT yoshlari biz kengashini tashkil qilganmiz va yoshlar doirasida ham bu kabi zo'ravonlikka qarshi ma'naviy immunitetni shakllantirishda biz o'z hissamizni qo'shib kelmoqdamiz. Ya'niki zo'ravonlikka faqatgina bir qonun qoidalar yoki jazo qo'llash bilan emas, avvalo ma'naviyat, ma'rifat orqali ularga tushuntirish ishlarini olib borish va ularga buning salbiy oqibatlari haqida biz to'g'ri yo'nalish ko'rsata olsak, albatta ko'p yutuqlarga erishishimiz mumkin. Rahmat kattakon har biringizga bugungi ko'rsatuvda ishtirok uchun, fikrlar uchun, muammolarga bildirilgan takliflar uchun alohida minnatdorlik izhor qilamiz. Tashrifingiz uchun tashakkur. Bugungi mavzumizga atroflicha fikrlar bildirildi. Biz bundan albatta tomoshabinlarimiz xulosa chiqarishadi. Bugun Madaniyat va ma'rifat telekanalida Agar tok-shosini tomosha qildingiz. Bugun dasturimiz davomida nafaqat raqamli zo'ravonlik, balki ayollarga yaratib berilayotgan imkoniyatlar va muammolarni yechimlari xususida atroflicha gaplashishga harakat qildik. Aytmoqchi bo'lganimiz, davlat tomonidan yaratib berilayotgan imkoniyatlar bilan bir qatorda ayollarning xohish va irodalari asnosida ayollar bugun o'zini jamiyatda baxtli his qilishlari mumkin. Biz bugun aytmoqchi bo'lgan fikrlarimiz shulardan iborat edi. Hozircha xayr, omon bo'ling.